qadimda bir ota-ona farzandini tabibga olib borishibdi. Tabib farzandni ko'rib, 1 oydan keyin kelasizlar deb. Shunda ota-ona 1 oydan keyin kelibdi. Tabibning oldiga. Va tabib bolani ko'rib, shirinlik yemasa debdi. Buni ko'rgan ota-ona jig'ib-yiron bo'lib, farzandimiz 1 oy qiynaldi. Shuni 1 oy oldin aytsangiz bo'lmasmidi, deyishib tabibga. Shunda tabib, men sizlar 1 oy oldin kelganinglarda o'zim asal iste'mol qilayotgan edim. Mana shu 1 oy davomida men nafsimni tiyishni o'rgandim. Agar shu kelganinglarda men asalni bolaga taqiqlaganimda ta'sir qilmas edi. Mana endi ta'sir qiladi, debdi. Qissadan qissa shuki, ustoz yoki ota-ona farzandiga tarbiya berishdan oldin o'zidagi salbiy xislatlarni yo'qotish kerak. Aks holda bolaga beriladigan tarbiyaning ta'siri juda sust bo'ladi.